AQSh kutmagan voqea yuz bermoqda. Eron urush salohiyatini rekord tezlikda tiklayapti. Zelenskiy ogohlantirganidan keyin Lukashenko harakatga tushdi. Belarus yangi o'yinni boshlayaptimi? Eron rahbari keskin qaror chiqardi. AQSh va Isroil shokka tushmoqda. Endi nima bo'ladi? Malida vaziyat jiddiy. Isyonchilar poytaxtni qamal qildi. Tramp va Netanyahu o'rtasida keskin tortishuv yuz berdi. Eron urushi bo'yicha katta bo'linish boshlandi. Ukrainaning yashirin dron bazalari fosh bo'ldimi? Rossiya ketma-ket zarbalar bermoqda. Sedanachi kompaniyasidan erkaklar uchun maxsus mahsulot. Prostamix erkaklar salomatligi uchun tabiiy yechim. Agar sizni prostata shamollashi, ichki diskomfort yoki turli noqulayliklar bezovta qilsa, unda Prostamix aynan siz uchun. Prostamix prostata faoliyatini qo'llab-quvvatlaydi va jinsiy zaiflik kabi muammolardan butunlay qutulishga yordam beradi. Eng muhimi, natijasini birinchi haftadayoq sezasiz. Batafsil ma'lumot olish uchun 55lik kodi bilan 503 2200 raqamlariga sim qoqing. AQSh kutmagan voqea yuz bermoqda. Eron urush salohiyatini rekord tezlikda tiklayapti. Eron o'z qurolli kuchlarini va qurol-yarog' ishlab chiqarish tizimini AQSh kutganidan ancha tezroq tiklamoqda. Bu haqda AQSh razvedkasi ma'lumotlari bilan tanish bo'lgan manbalarga tanib CNN xabar berdi. Eron qurolli kuchlari dastlab taxmin qilinganidan ancha tezroq tiklanmoqda, deyiladi xabarda. Qayd etilishicha, joriy yilning aprel oyida boshlangan 6 haftalik sulh davrida Eron uchuvchisiz uchish apparatlari ishlab chiqaradigan korxonalarning bir qismi faoliyatini qayta yo'lga qo'ygan. AQSh ba'zi maxsus xizmatlarining baholashicha, Eron dronlar yordamida zarba berish salohiyatini atiga 6 oy ichida to'liq tiklab olishi mumkin, deyiladi xabarda. Bungacha Eron parlamenti spikeri Muhammad Boqir G'olibov Eron qurolli kuchlari AQSh bilan tuzilgan sulhdan o'z imkoniyatlarini qayta tiklash uchun juda unumli foydalanganini ma'lum qildi. Zelenskiy ogohlantirganidan keyin Lukashenko harakatga tushdi. Belarus yangi o'yinni boshlayaptimi? Belarus prezidenti Aleksandr Lukashenko ukrainalik hamkasbi Vladimir Zelenskiy bilan ikki tomonlama muammolarni muhokama qilish uchun Ukraina yoki Belarusning istalgan nuqtasida uchrashishga tayyorligini aytdi. Bu haqda uning brifingdagi nutqiga tayanib Belta xabar berdi. Lukashenkoning so'zlariga ko'ra, Belarusga nisbatan tajovuz bo'lmasa, u Ukrainaga qarshi harbiy harakatlarga aralashmaydi. Ammo mamlakat Rossiya bilan chegarani birgalikda himoya qiladi. Biz vatanimizni ikki davlat joylashgan Brestdan to Vladivostokgacha birgalikda himoya qilamiz. Shunday ekan, agar biz urushga tortiladigan bo'lsak, jumladan bu Ukrainaga qarshi bo'lsa ham, faqatgina bir holatda ular bizga nisbatan tajovuz qilsagina sodir bo'ladi. Biz Ukrainadagi urushga aralashmoqchi emasmiz. Bunga hech qanday zarurat yo'q. Na fuqarolik, na harbiy, dedi u. Belarus prezidenti ikki davlatning istalgan nuqtasida Zelenskiy bilan uchrashishga tayyor ekanini ma'lum qildi. Agar u nimadir haqida gaplashishni, maslahatlashishni yoki yana boshqa narsani xohlasa, marhamat, biz bunga tayyormiz. Istalgan nuqtada Ukraina bo'ladimi, Belarus bo'ladimi, men u bilan uchrashishga hamda Belarus-Ukraina munosabatlaridagi muammolarni muhokama qilishga tayyorman. Balki istiqbollar haqida ham gaplasharmiz. Nega amerikaliklar, nemislar, polyaklar, litvaliklar va latishlar bilan gaplashadigan gapimiz bor-u, Ukraina bilan bo'lmas, dedi u. 15-may kuni Zelenskiy Rossiya va Belarus yana bir davlatga hujum tayyorlayotganini aytdi. U Rossiya Belarusni urushga tortmoqchi ekanini va prezident Lukashenko bilan bu borada muzokara olib borayotganini ma'lum qildi. Zelenskiy ikki davlat Belarusdan turib Ukraina hududiga yoki NATOga a'zo mamlakatlardan biriga qarshi hujumlar tayyorlayotganiga ishonch bildirgan. Biz Rossiya va Belarus rahbariyati o'rtasida nima muhokama qilinayotganini yaxshi tushunib turibmiz. Men Aleksandr Lukashenko bilan olib borilayotgan muzokaralarni nazarda tutyapman. Ular Belarusni urushga yanada chuqurroq jalb qilmoqchi va aynan Belarus hududidan Ukrainadagi Chernigov-Kiyev yo'nalishiga yoki chegaradosh NATO mamlakatlaridan biriga qarshi qo'shimcha tajovuzkor operatsiyalarni boshlamoqchi, degan edi u. Mazkur bayonotdan 5 kun o'tib Zelenskiy Rossiya urushni cho'zish uchun 5 ta ssenariyga ega ekanini aytdi. Shuningdek, Ukraina ularga qarshi javob tayyorlayotgani, ulardan biri Belarusga ham ta'sir qilishini ta'kidladi. Eron rahbari keskin qaror chiqardi. AQSh va Isroil shokka tushmoqda. Endi nima bo'ladi? Eron oliy rahnamosi mamlakatdagi boyitilgan uran zaxiralarini xorijga yubormaslik haqida ko'rsatma berdi. Bu haqda Erondagi 2 nafar yuqori martabali manba ma'lum qildi. Ushbu qaror Tehronning tinchlik muzokaralaridagi pozitsiyasini yanada qat'iylashtirdi. Mazkur shart AQShning asosiy talablaridan biri edi. Bu haqda Reuters xabar berdi. Mushtaba Xamanayning bu buyrug'i AQSh prezidenti Donald Trampning rejalariga xalaqit berishi mumkin. Shuningdek, bu qaror AQSh Isroilning Eronga qarshi urushini tugatish bo'yicha muzokaralarni qiyinlashtiradi. Isroil rasmiylarining Reuters agentligiga ma'lum qilishicha, Tramp Isroilni bir narsaga ishontirgan. Unga ko'ra, Eronning atom
qurolini yaratish uchun zarur bo'lgan yuqori darajada boyitilgan uran zaxirasi mamlakatdan olib chiqib ketiladi. Har qanday tinchlik bitimiga ushbu band kiritilishi shart. Oliy rahnamoning ko'rsatmasi va hukumat ichidagi umumiy fikr shundan iboratki, boyitilgan uran zaxirasi mamlakatdan chiqib ketmasligi kerak dedi. Masalaning nozikligi sababli ismini oshkor qilmaslikni so'ragan eronlik manbalardan biri. Malida vaziyat jiddiy, isyonchilar poytaxtni qamal qildi. 21-may kuni Mali poytaxti Bamakoning terrorchilari qamali ostida qoldi. Oqibatda o'nlab transport vositalari, jumladan yonilg'i tankerlar, mikroavtobuslar va yuk mashinalari yoqib yuborilgan. Bu haqda BBC xabar berdi. Mali hukumatining ma'lum qilishicha, terrorchilar shaharni qamal qilishni kuchaytirmoqda. Poytaxt Bamakoda vaziyat jiddiyligicha qolmoqda. Shaharga kirish va chiqish yo'llari berkitib qo'yilgan. Tarmoqlarda tarqalgan videolarga ko'ra, hodisa Bamako g'arbidan taxminan 45 kilometr uzoqlikda sodir bo'lgan. Videoda mikroavtobuslar va avtomobillarning yonib kul bo'lganini ko'rish mumkin. Qurbonlar va yaralanganlar haqida ma'lumot yo'q. Al-Qoidaga aloqador JNIM terroristik guruhi joriy yilning aprel oyidan mamlakatning turli chekkalariga, jumladan harbiy bazalar va aholi istiqomat qiladigan hududlarga hujumlar uyushtirgan. Bosqinlar may oyining o'rtalariga kirib keskin tus oldi. Terrorchilar joriy yilning 6-may kuni Mopti tumanidagi Karikori va Gamasagu qishloqlariga uyushtirgan qurolli bosqin oqibatida 30 dan ortiq tinch aholi halok bo'lgan va o'nlab insonlar yaralangan. Tramp va Netanyahu o'rtasida keskin tortishuv yuz berdi. Eron urushi bo'yicha katta bo'linish boshlandi. AQSh prezidenti Donald Tramp va Isroil bosh vaziri Netanyahu o'rtasida 19-may kuni keskin ruhda telefon muloqoti bo'lib o'tdi. Unda Eron bilan davom etayotgan urushni qanday boshqarish borasida jiddiy kelishmovchiliklar yuzaga kelib, ikki yetakchi tortishib qoldi deb xabar berdi Amerika OAV. Bu suhbatdan oldin 17-may kungi muloqot chog'ida Tramp Netanyahuga hafta boshida Eronga qarshi yangi zarbalar berishga tayyorlanayotganini ma'lum qilgan edi. Mazkur operatsiyaga Bolg'a deb nom berilishi kutilayotgandi. Biroq Tramp Fors ko'rfazidagi asosiy ittifoqchilarning iltimoslaridan so'ng 19-may kuniga rejalashtirilgan zarbalarni bekor qilganini bildirdi. Buni Qatar, Saudiya Arabistoni va Birlashgan Arab Amirliklari so'ragan. Muhokimalardan xabardor manbalarning aytishicha, o'shandan beri bu davlatlar Oq uy rasmiylari va Pokiston bilan birgalikda diplomatik muzokaralarni qayta tiklash choralarini ko'rmoqda. Ular yangi muzokaralar doirasida ishlab chiqish uchun intensiv vositachilik harakatlarini olib bormoqda. AQSh rasmiysi va Isroil manbasining so'zlariga ko'ra, 19-may kuni 1 soat davom etgan suhbatda Netanyahu Trampga zarbalarni ortga surish xato ekanini aytgan. U Trampni harbiy harakatlarni avvaldan rejalashtirilganidek davom ettirishga chaqirgan. Fikrlar turlichaligi aniq ko'rinib qoldi. Tramp kelishuvga erishish mumkinmi yoki yo'qmi shuni ko'rmoqchi, ammo Netanyahu butunlay boshqa narsani kutgan edi. Isroillik rasmiy CNN telekanaliga shunday dedi: "Biz Eron masalasining yakuniy bosqichidamiz, nima bo'lishini ko'ramiz. Biz yo kelishuvga erishamiz yoki biroz yoqimsiz ishlarni amalga oshiramiz. Ammo bu sodir bo'lmaydi deb umid qilaman", dedi Tramp 20-may kuni jurnalistlarga. Tehronga qarshi doimiy ravishda ancha agressiv harbiy pozitsiyani yoqlab kelgan Netanyahuning esa ushbu kechikishlardan noroziligi tobora ortib bormoqda. Uning fikricha, bunday kechikishlar faqat Eronning mavqeini mustahkamlaydi. Netanyahuning yaqin atrofidagilar orasida ham norozilik kuchaygan. Isroilning yuqori martabali mulozimlari zarbalarni qayta tiklashni qat'iy talab qilmoqda. Ular Eronning diplomatik muzokaralarni ataylab cho'zayotganidan g'azabda ekanini bildirmoqda. Bu Washington va Tel Aviv o'rtasida kelishmovchiliklar birinchi marta paydo bo'lishi emas. AQSh rasmiylari ikki ittifoqchining Eron borasidagi maqsadlari har doim har xil emasligini avval ham tan olgan. 20-may kuni Netanyahu bilan suhbat haqida so'ralganda Tramp vaziyatni o'zi nazorat qilayotganini ta'kidladi. Netanyahu men nima qilishini xohlasam shuni qiladi, dedi AQSh prezidenti. Ukrainaning yashirin dron bazalari fosh bo'ldimi? Rossiya ketma-ket zarbalar bermoqda. Rossiya harbiylari Ukrainada uchuvchisiz qurilmalar, dronlar operatorlarini tayyorlash markaziga hujum uyushtirdi. Bu haqda Rossiya Mudofaa vazirligi xabar berdi. Shuningdek, harbiylar uzoq masofaga mo'ljallangan dronlar va ekipajsiz qayiqlarni yig'ish sexlari hamda ularni saqlash joylariga ham zarba berganini ma'lum qilgan. Vazirlikning qo'shimcha qilishicha, Ukraina qurolli kuchlari manfaatlari uchun foydalanilayotgan energetika infratuzilmasi obyektlari va raqib kuchlarning vaqtinchalik joylashuv nuqtalariga jami 148 ta hududga zarba berilgan. Ma'lumotga ko'ra, bir sutka davomida havo hujumidan mudofaa kuchlari Ukrainaga tegishli 516 ta dron va 3 ta boshqariladigan aviatsiya bombasini urib tushirgan. Sizlarga yetkazmoqchi bo'lganlarimiz shulardan iborat edi. Dunyo yangiliklaridan uzoqlashmang.